Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir zakazimiz Namanganga ketyapti. Xudo xolisa ko'rib bir baho bera olasizlar. Spani Gantur. Bu yog'imiz trimolari bilan spanilari, shkafi, trimosi. Tumbalarimiz svetilnilik bo'lgan. Ikki tomonlama yonadi, atrofi ili o'zi yonadi. Taylarida zaryadchilari bor, xudo xolisa. Ko'rib baho bera olasizlar. Tumbasi g'aladonlik. Ixchamgina. Spani Gantur. Bunimiz kupesi bo'ldi. Tomlari ham двойной emas, trойной bo'ldi. O'rtasi goldda qilgan. Ko'rib turibsizlar ularni. O'rtalarimiz rombi o'ynaydi. Razmeri 1.70 ga 2.15. Spaniyamiz 2.20 ga 1.70. Tumbalari 40 cm dan. Trimoyimiz 1.40. O'z stolchigimiz. Stolchiga ham alohida baho berib berasizlar, xudo xolisa. Ixcham, chiroyli, skromli chiqqan. Bunimiz trimolari, shkaflari. Kimga zakazlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. Narxi 9 million so'm. Andijoncha dastavkamiz bor, xudo xolisa.